Ko'pchilik ustochalarimiz Cobalt, Gentra, Nexus mashinalariga galovka qo'yayotganda rosa qiynalishadi. Ya'ni zazur qo'yishga. Hamda galovka ikki xil bo'ladi. Komplektli, prujinasi bor, klapanlari joyida bo'ladi. Bundan olsam yaxshi bo'ladi. Nima farqi bor? Prujinasi yo'q, yalang'och holatda. Mana ko'rishlaring mumkin. Orqalari ham klapani yo'q. Bu holatda olsam nima bo'ladi? Ko'pchilik shu narsani farqini almashtirgani qiynalishadi. Magazinga kirganda ikkovsidan variantdan yonma turmaydi-da, yo bundan bo'ladi, yo bundan bo'ladi. Qaysi biridan qo'yishda sizlarga nima farqi borligini ko'rsatib o'tamiz. Video davomida like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Xo'p, birinchi galovkamiz ichida hamma narsasi bor, klapanlar yig'ilgan. Bu 2025-yilda chiqarilgan yangi galovka bo'ladi. Ya'ni bu galovka gazga moslashtirilgan deb hisoblanadi. Buni olinadigan bo'lsa, buni zazori kengroq, masalan, so'rush klapan, katta klapanning ustidagi zazorni qo'ymoqchi bo'lsanglar, bunga 27-30 qo'ysanglar ham baribir zazor 40 bo'lib qoladi. So'rush klapan, ya'ni katta klapanga 19-20 qo'ysanglar ham farqi yo'q. Buni zazori kamida 15 chiqadi. Bunga muammo qilmaydi. Asosiy muammo mana bu chiquvchi kichkina klapanda bo'ladi. Kichkina klapanga xolasalarni 27, xolasalarni 26 tanga qo'ysalaring ham farqi yo'q. Baribir kamida minimalni 35-40 zazor chiqadi. Ya'ni shu solinganda Baxsbit bar bilan tanganing orasida 35-40 zazor qolinadi. Zazor u katta hisoblanadi. 30 dan balati shaqillaydi. 30 dan o'zi shaqillaydi, lekin 40-50 bo'lib ketadi. Bu bunaqa bo'lmaydi. Buni olgandan keyin обязательно yo tangani kattarog'i kerak. 30 dan balati kamdan kam bo'ladi. O'sha qo'ysangiz zazor chiqadi. Bo'lmaydigan bo'lsa, buni orqasini обязательно chachib, klapanda olinadi. Gnizdosini saroshka pretelya qilib zazor keltiriladi. Xuddi shuning uchun bu jichaq murakkabroq bo'ladi. Bunga обязательно galovka remont qiladiganlarga berasizlar, saroshka pretelka qilinadi. Mana yalang'och holati, klapanlari yo'q, prujinalari yo'q, ko'rishlaring mumkin. Bunga zazor bundan ko'ra ozroq qo'yiladi. Sababi zazor gnizdosida farqi bor. Buni gnizdosi zazorda sal kamroq qo'yishgan. Buni gnizdosiga klapanning orasida kengroq zazor qo'yilgan. O'shaning uchun mana buni qo'yganda bunga saroshka pretelka umuman zarur emas. Sababi so'rush klapan обязательно tor chiqadi. 19 qo'yasizlarmi, 16 qo'yasizlarmi, necha tanga qo'ysalaring, so'rush klapan обязательно tor bo'ladi. Bunda ham muammo kichkina klapanda bo'ladi, chiquvchi klapan. Bunda qo'yiladigan bo'lsa, 20 qo'yadigan bo'lsangiz, tangani 20 qo'yadigan bo'lsangiz, где-то bir 30-35 yerda zazor chiqadi. Bunga mana bunaqa har xil raznica bo'ladi. Uni zapas qilib olib qo'yiladi. Masalan, bizga o'xshagan ustalar doim bizda zapas turadi. Kamida 26-27 lik tangadan 8 ta 10 ta bizda bo'ladi. Sababi xuddi shunaqa ishlar qilinganda admin qilinadi. Keyingi safargi bilan xullas kelishtirilib, xuddi shunaqa zazori katta 27 lik tangalar bo'ladi. Xuddi o'sha tangani 27-26 dan qo'yadigan bo'lsangiz, chiquvchi klapani ham umuman muammo qilmaydi. Masalan, 26-27 tanga bilan qo'yadigan bo'lsangiz, kamida 20 zazor beradi bu. O'shanda farqi bo'ladi. Bunda zazor torroq, bunda zazor kengroq. Saroshka pretelka qilmayman deb qo'yadigan ustalar mana buni qo'ysin. Kattaroq tangani qo'yadi, muammo hal, birpasda yig'iladi, ovozlari chiroyli chiqadi. Agar saroshka pretelka qilaman baribir, u yerni o'zimga ishonib zo'r qilishim kerak deb saroshka pretelka qilmoqchi bo'lganlar, komplektli galovkani oladigan bo'lsa, bemalol bunga saroshka pretelka qilib, zazorni o'zi bemalol chiqarib olishi mumkin. Xuddi shu holatda farqi bor. Mana bunda zazor sal kengroq, zazor bunda torroq bo'ladi. Buni saroshka pretelka qilmasdan tangada eplasa bo'ladi. Bunda tangada eplashning iloji yo'q. Ming katta tanga qo'yganingiz taqdirda ham bu zazori katta chiqadi. Xuddi shu holatda farqi bor. Qolgan holatda farqi yo'q. Bu ham zavod ZM eng zo'r galovka. Bu ham zavod eng zo'r galovka. Faqatgina bu yerda klapanda farqi bor. Prujina stopergacha bunda bo'ladi. Stoper hech narsasi bo'lmaydi. Bunga klapan sanli, prujina stoper обязательно qo'yiladi. Lekin effekti, qiyshayishi, ishlashi, yurishlari hamma yo'g'i bir xil bo'ladi. Faqatgina mana shu joyda zazorda qiynalmaslik uchun sizlarga foydali video bo'ladi. Kimga bu videolarimiz foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, kommentga qo'llab-quvvatlab, chiroyli gaplarni yozib ketishlarini so'raymiz.